Canım balam. Ben kanaat kaldım o altınım. Her ya bosa Allah'ın yeri. Ben sizden min mertebe razı balam. Siz ballarınız bilen hatırcam bəxtlik yaşdınız. Ben hatırcam bulmam balam. Sizni Allah'a tapşırdım. Yalnızım. Canım balam. Bu filmdeki hikayeler mening öz beşimden ötküzgen real vakalikler asasida yazılgan. Muşu filmde bir Uyghur ananın ve London'da yaşayan bir Uyghur balasıniki muşu ana bala ikisinin otursidagi mehr muhabbet ve bu mehr muhabbet ve bu hazırki vaziyet yani 2015 yıldan buyon Xitoy hukumati milyonlagan beguna Uyg'urlarni jazo lagerlariga qamaydi. Necha yüz minglab Uyg'ur o'smirlarni ota-onasidan ayiradi. Chet eldagi Uyg'urlarning vatanidagi qarindoshlari bilan ota-onasi bilan bo'lgan barliq telefon aloqalarini kesib tashlaydi. Mushaq bir voqea ko'nish qilish orqali shu Uyg'urlarniki ciddi bugünkü krizisi yoritib berilgan. Kimin 17-yılı 11 ayının 3. günü dostlarım arkalık Kadirdan atamның 4 gün burun vafat bolğanlığından xabar tapdım. Biroq men atamni oxiratga uzatishga qatnasha olmadim. Shuningdan keyin bugungacha yashnab qolgan, yanada holidan xabar oladigan odami yo'q, yolg'iz onam bilan aloqalasha olmadim. Xitoy mushu ulug' Ramzan oylarida shundaq statistiklar elindi. 5000'e kadar Uygurlarnınki mescitlerini vayron qildi. Bütün gumbazlarını kesti. Örüdü. Hozir kadar qanchalik Uygurlarning turmada o'lganligi jazo lagerlarida, qanchalik Uygurlarning qamalganligi hech qanday bir rasmiy bir ma'lumot yo'q. Xitoy bütün dunyodagi muxbirlarning mustaqil tekshiruvchi tashkilotlarning xodimlariniki sharh tursang berib vaziyatni tekshirishni chekladi. Aloqa yo'q. Mushtaq bir ahvolda. About the situation facing the Uyghur Muslims in China, we can cross now to London and talk to Aziz Isa Ilkun. Good afternoon to you, and thank you for joining us on the program. The situation then of hundreds of thousands of people living in these camps in Xinjiang is little understood. I am the only child of my parents. In 2016, after hearing that my father's health was deteriorating, then I applied for a visa on humanitarian grounds. Bulupmu kişini nayet afsuslandırdığını
Uyg'urlarning etnik milliy qarindoshi bo'lgan O'rta Osiyo Cumhuriyatlari O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va shu jazo lagerlarida necha yuz minglagan qozoqlar bor, qirg'izlar bor, o'zbeklar bor, Uyg'urlar bilan barobar. Bu davlatlardan bir davlat sifatida hech qanday bir sado chiqmadi. Chiqish kerakdi. Chunki bu bir hokimiyatning irqiy xohishda ma'lum bir millatga yo'qotish uchun ilib borgan jinoyatlar hisoblanadi. Texmi afsuslantiradiğini İslam dünyasından texmi sado chiqmadi. Şuna biz Uyg'urlar eng avval o'zimizning milliy qarindoshlarımızdan, etnik qarindoshlarımızdan, bizni eng yaxshi tushungan qarindoshlarimizdan biz yordam kutamiz. Bizga ma'lum Uyg'urlarmi bir qadimki turkiy millat. Biz tarixda nurg'un madaniyatlarni yaratgan, inson madaniyatiga tuhfa qo'shgan bir millat. Bu millat, bu madaniyat yo'qolmasligi kerak, davomlashishi kerak. Bu faqatla Uyg'urning emas, insoniyatning, jumladan O'zbek xalqining, Qozoq xalqining, Turk xalqining madaniyati. İslam dünyasının madaniyati. Bu madaniyat saqlanishi kerak. Bu xalq, şu madaniyatni yaratgan xalq yashash kerak, saqlanishi kerak. Şu ulug' Ramazon oylarida, Ramazon kunida hammanglarniki şu Ramazon oyini tabriklayman. Uyg'urlar uchun yordamda bo'linglar. Uyg'urlar uchun duo qilinglar. Bu bir insonlik, bu bir mehr-muhabbat. Muş arqılıq biz özümüzün tilaklarını yetkizə alsak, hiç bulmasa yardımlı bula alsak, muş arqılıq hissi, ruhi yardımlı bula alsak, bu biz qılalaydıgan, qulumuzdan keldigan buruç. Makan tuttuk, ay, bağladın, orun tegmey, kügen günümüz muşu, rekke buyun egmey, liven yalan.